Yoqilgan. Assalomu alaykum. Hurmatli suhbat ishtirokchilari. Bugungi suhbatimiz Samarqandda asosan Bir joyda o'chirish kerak. O'chirdim, baribir chiqadi. Ikkita kompyuter yaqin joylashgan. Nima, ikkinchi kuchda yurdim. Раз, два, три. Bir-biriga buni zvuk o'chirgan, buni o'zini ishlatgan. Shunlarni shayton Раз, два, три. Раз, два, три.
Ko'ryapsizmi? Bu shuncha o'chirilgan, mikrofon o'chirilgan. Qaytarib sonini soni ikkinchi-ku. Kaç sistemi? Ha, kaç sistemi? Ovoz eshitilyaptimi? Ha, bo'ldi. Ha, xo'p, mayli. Ha, bo'ldi, ovoz kelyapti. G'alaba boshlang bo'ladi. Bo'ldi, ishladi. Ha. Bugün suhbatimiz Samarqand Iqtisod nomali kuch boshqarmasi organizatsiya uy-joy format sirpanlarini ishlab chiqarish, investitsiya bo'yicha ijtimoiy va ishlab chiqarish dasturlarini shakllantirish bo'limi boshqa davlat suhbatimizda insonlar asosiy suhbatlari faollarga qonunlarga komissiya a'zolari savol berishdi. Hozir bir kishi G'alaba keyingisiga yaqinroq kelib gaplashing, bu uncha yaxshi o'yapti. Biz ham sal balandroq savol beramiz. Savol bermaymiz. Nomzod Reja Murodov Sunnat qisqacha hozirgi faoliyatingiz ma'lumot haqida gapiring, keyin savollar berasiz. O'z haqingizda gapiring. Sog'liq asosida. İsmim Sunnatullah Rajmurodov. Samarqand shahrida turaman. Samarqand qishloq xo'jalik institutining buxgalteriya fakultetini bitirganman. So'ngra moliya boshqarmasiga ishga kirib, oradan bir ma'lum muddat o'tgandan keyin bank moliya akademiyasini tugatganman. Qariyb 10 yildan 15 yildan ortiqroq o'sha moliya sohasida ishlaganman. Undan keyin buxgalteriya sohasini o'rganayin, ilmiy ish bilan shug'ullanayin deb boshqa sohaga o'tib ketganman. Keyinchalik biznes bilan shug'ullandim, ilmiy ish bilan nima qildim, Toshkentga borib ishladim. Hozir oxir ish joyim qishloq xo'jalik boshqarmasi qoshidagi urug'chini rivojlantirish markazida bosh hisobchi o'rinbosari bo'lib ishlayman. Ilmiy darajangiz nima? Magistr moliyachi. Ilmiy ish qilganman deyapsiz. Ilmiy ish qilganman, lekin himoya qilmaganman. Korporativniy audit bo'yicha. Urug'chilikni rivojlantirish davlat muassasasidan tashqari qayerlarda ishlaysiz? Yo'q, Qayerlarni buxgalteriyasini yuritasiz? yo'q, boshqa joyda ishlamayman. Bitta shu yerda hozir. Qishloq xo'jalik, qishloq qurilish investitsiya 7 yil davomida buxgalter ishlaganman. Keyin Toshkentga ketganman. Davlat fuqarolik xizmat to'g'risida qonun talablaridan xabaringiz Bor. cheklovlarni bilasizmi? Bilaman. Marhamat, qanday savol? Tasodif savollar bo'lsa, savollarga Olingan ipoteka kredit foiz xarajatlarining bir qismi qancha muddat davomida subsidiya asosida qoplab beriladi? Ikkinchi savol. Shahar aholisini shahar atrofiga ko'chib ketish nima deyiladi? Ariza beruvchida, shu jumladan uning turmush o'rtog'ining nomida respublikaning boshqa hududlari muttasil mulk huquqi bilan turar joyining mavjud emasligi bo'yicha necha ball taqdim etiladi? To'rtinchi. Toshkent shahrida doimiy ro'yxatga olingan fuqaro subsidiya dasturi doirasida Toshkent viloyati qurilgan uy-joyning ipoteka krediti asosida sotib olish mumkinmi? 5-chi savolim bor. Ekranni qo'lingiz bilan ko'tarsangiz ham bo'ladi. Ekranni. İlk shaharlar qayerda paydo bo'lgan? Birinchi savolga. Olingan ipoteka kredit foiz xarajatlarining bir qismi qancha muddat davomida subsidiya asosida qoplab beriladi? Olingan ipoteka kredit foiz xarajatlarining 15% o'sha bonaga 182-qaror bo'yicha subsidiya asosida qoplab beriladi.
Olingan ipoteka krediti foiz xarajatlarining bir qismi qancha muddat davomida subsidiya asosida qoplab beriladi? Qancha yil? 5 yil davomida. 5 yil davomida qoplab beriladi. Aha. Qancha qismi endi 5 yil davomida? 25%gacha bo'lgan qismi. Yo'q, foizni-da. Ipoteka kreditlar 10%. 8%. 10%. 10% uni qoplab beriladi. 5% o'zidan nima bo'lishi kerak? Shahar aholisining shahar atrofiga ko'chib ketishi nima deyiladi? Shahar aholisining shahar atrofiga ko'chib ketishi bu suburbanizatsiya deyilib nima qilinadi? Bu asosan haligi nima edi? Mana 4 ta bosqichdan bitta bosqichi suburbanizatsiya. Bu asosan masalan shahardan shahar atrofiga ko'chib o'sha yoqda istiqomat qilib o'sha yoqda yashab o'sha yoqda haligi nima qilish. Lekin ayrim hollarda shunaqa nima bo'ladi? Nima edi? Shaharga qatnash nimalariga yaqinroq shahar bo'lsa o'sha yerlarda yashab nima qilish mumkin yo o'qishga yoki ishga nima qilish mumkin-da. Tak. Yana buni yana boshqa bir nimalari bor haligi nima edi? Haligi neydi? Ariza beruvchida shu jumladan uning turmush o'rtog'ining nomida respublikaning barcha hududlari miqyosida mulk huquqi bilan turar joyning mavjud emasligi bo'yicha necha ball taqdim etiladi? Bu o'sha mana 182-qaror bo'yicha agar ariza beruvchini turmush o'rtog'ini O'zbekiston Respublikasining qaysi bir hududida haligi buni tegishli mulk bo'lsa, buni kadastr agentligidan aniqlab qilinadi, 20% ball beriladi. 20 ball. Tak. Toshkent shahrida doimiy ro'yxatga olingan fuqaro subsidiya dasturi doirasida Toshkent viloyatida qurilgan uy-joylarni ipoteka krediti asosida sotib olishi mumkinmi? Tak, Toshkent shahrida doimiy propiskada turgan fuqaro Toshkent viloyatida qurilgan uy-joylarni ipoteka krediti asosida sotib olish haqqi bor. Olishi mumkin. Tak. Keyingi savol o'taymi? İlk shaharlar qayerda paydo bo'lgan? Endi asosan ilk shaharlar o'sha tarix bo'yicha mana 5000 yil oldin nima bo'layotgan bo'lsa, bular asosan o'sha Mesopotamiya shaharlari, Vavilon, o'sha Iroqdagi eski haligi nima shaharlar. Masalan, o'zimizda mana Samarqand shahrini olsak bo'ladi, mana Buxoro, Xiva shaharlarini olsa bo'ladi. Shular haligi Samarqand shahar. Yo, endi O'zbekiston territoriyasi demoqchiman. Atak o'sha Mesopotamiya, Iroqdagi mana Vavilondagi shaharlar eng eski haligi ilk shaharlar bo'lganda tarix bo'yicha. Bugungi kunda Osiyo davlatlarida nafaqat jahon davlatlari delegatsiyasi O'zbekiston hududida bo'lib o'tgan. Qanday delegatsiya O'zbekiston? Maqsadi yig'ilgan davlat rahbari bilan muzokara delegatsiya a'zolari. Asosan bu haligi mana SHOS tarkibidagi tashkilotlar bo'lyapti. Keyin yana hozir loyiha bo'yicha o'sha Turkiy mamlakatlarni qanday desam bir uyushmasimi nimasini shuni tashkil etish bo'yicha Samarqand shahrida ko'proq o'tyapti. Ularni asosiy bu yerda o'tish sababi o'sha hozirgi kunda O'zbekistonni jadal sur'atlar bilan rivojlanish, o'sha ijtimoiy, iqtisodiy hamda investitsion haligi nima edi, jozibadorligi oshganligi munosabati bilan o'sha O'zbekiston territoriyasida bo'lib o'tyapti. Bunga haligi ko'pgina Davlatning iqtisodiy ko'rsatkichlari nimasiga qarab aniqlanadi? davlatning iqtisodiy ko'rsatkichlari asosan o'sha mamlakatdagi haligi iqtisodiy salohiyatini hisobga oladi. Masalan, pul birligi, inflyatsiya, ishsizlik darajasi hisobga olinadi. Yalpi ichki mahsulot deganda nima tushunasiz? Yalpi ichki mahsulot deganda o'sha 1 yil mobaynida o'sha mamlakatning barcha ish va xizmatlari yig'ilgan nima haligi bir odam boshiga to'g'ri keladigan nimalar bo'ladi-da. Nima desam ekan?
внутренний valовый produkt deydi ruschasiga. Haligi barcha ish xizmatlarining haligi yig'indisini nimasini haligi odam boshiga to'g'ri keladigan summasi bo'ladi. Xizmat turlariga nimalar? Xizmat turlariga asosan nimalar kirishi mumkin endi? Xizmat turlarimiz ko'p. Infrastrukturani nima qiladigan bo'lsak, Xizmatlar sohasi degani nima? xizmatlar sohasi bunagi resursdan foydalanmagan holda o'sha xizmatlar ko'rsatib, foyda qilish. Aytaylik, mana ko'p resursdan foydalanmaymiz. O'sha haligi nima desam ekan, o'qish nimalari yoki haligi 182 sonli qaror bilan ishlamaymiz. Bizlar tushundim. faqat 182 ni olgansiz, 3 marta 2 marta o'qigansiz, 182 ga javob berasiz. Qolgan narsalarga bilmadim. Yaqindan bormaymiz. Fazoviy rejalashtirish nima? Hı? Fazoviy rejalashtirish. Fazoviy rejalashtirish bu mayli. Monaga Bugungi kunda Samarqand bo'yicha judayam katta loyihalar amalga oshiryapti jahonda. Fazoviy rejalashtirish bo'yicha bo'limimizda asosiy yo'nalishlar. endi fazoviy rejalashtirish deganda hozir haligi iqtisodiyotda bir termin bor. Endi hozir nima qilsam agar haligi cheklangan resurslar bilan cheklanmagan holda foydalanish deyapsiz. Shunda qolmaydi yo'q. ko'rasiz. Yo'q, cheklangan resurslar bilan cheksiz imkoniyatlarni qondirish. Bu fazoviy rejalashtirish. Siz o'qidim, unda ishlagan ekansiz-ku. Dasturlar ishlagan ekansiz, to'g'rimi? Kapital quymalar mo'ljallashtirish bo'limida ishlagan. Investitsiyani dasturni shakllantirish jarayonida Nima? investitsiya qilinadi-ku. Investitsiyani? Kapital quymalarni mo'ljallashtirish bo'yicha ishlagansiz-ku. Investitsiya bo'yicha, dastur bo'yicha shuni mo'ljallashtirish bilan ishlayapsiz. To'g'ri, to'g'ri. Maktab qurilishi, Bog'cha qurilishi, desam qurilishni. shu qisqa tilda investitsiya deydi-da. Shuni dasturi ishlab chiqiladi har yil. Manzil dasturi. Manzil dasturi. Shu manzil dasturi qaysi tartib asosida va qanday ishlab chiqiladi? Endi masalan yildan ishlagansiz shunga. Endi haligi mamlakatning o'sha viloyat, tuman, hududning nimalardan kelib chiqib, o'sha bir yil oldin qanaqa haligi nimalar qurilishi kerak, nima yangi haligi o'sha o'quv markazlari, haligi maktablar, bog'chalar va hokazo. Gap kerak emas. Qisqa yo'lda qaysi tartib asosida tartib bor. Qachon shakllantiriladi va qachon moliyalashtirishga beriladi? Bir yil oldin shakllantiriladi. O'sha shakllangandan keyin manzil dastur tuziladi. O'sha manzil dastur tuzilgandan keyin yillarga o'sha nimalar bir yil davomida o'sha haligi nimasiga bo'linib turib, manzil dastur kiritilib turib, u finansirovание boshlanadi. Finansirovание boshlangandan keyin o'sha bonaga hammali loyiha ishlari amalga oshiriladi. O'sha nimani loyiha ishlari nima qanday o'sha haligi tender nimalari o'tadi. Tender nima bo'lgandan keyin o'sha yutib chiqqandan keyin o'sha haligi nima edi? Endi ishini aytamiz. Istirishda aytyapsiz, dastur qanday shakllanadi? Ishlagan Dastur o'sha haligi nima desam ekan, haligi nima edi? birinchi taklif beriladi. Taklif beriladi. Taklif berilgandan keyin o'rganib chiqiladi. O'rganib chiqib turib o'sha haligi nima edi? Zarurat tomonidan o'sha aholining yoki o'sha haligi nima edi? Yo'q. Xorijiy investorlar kengashining yig'ilishlari bo'lib narsa chiydi.
Keyin hozir shunday jimroq Sulton Quluvich, Yurg'oq Rusatida qisqacha ma'lumot berasizda. Reyno savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum. O'tiring. Analitika orqali Shakllasizmi? Memnun savollar tasdiqlamoq Savollar tanlayapman. Birinchi mutaxassisligim turizm yo'nalishini tugatganman 2013 yil. Keyin ikkinchi mutaxassislikka iqtisodiyot tarmoqlar va sohalar yo'nalishini tugatganman 2024 yil. Asosiy savollarni hozir qayerda ishlayapsiz? Hozir Urgut tuman kambag'allik qisqartirish bo'limi. Hozirgi vaqtda ishlayapsizmi? Shu lavozimda mana Ha, shu boshqa qilib muvofiqlashtirish boshqa. bosh mutaxassis. Bir tanlang savollarni. Birinchi savol. Shaharlarni joylashtirishda markaziy o'rin g'oyasini ilgari surgan olim kim? Bu bo'yicha javobim yo'q. berasiz. Ikkinchi savol. Aholi punktlarining turlari ko'rsatilgan javobni aniqlang. Turlar ko'rsatilgan javob. Janoblari ko'rsatilmagan bu variant. Aholi punktlari turlarini bilasizmi? Aytib o'ting. Aholi punktlarini turlari endi o'zim tushuncham masalan qishloq sharoitida yashashga mo'ljallangan aholi punktlari bor. Endi masalan qishloq joylarda, shahar joylarda yashashli aholi punktlari bor. Keyin katta yo'l yoqasida joylashgan aholi punktlari bor. Siz buni qarang, kambag'allik qisqartirish bandlik ko'maklashish bo'limida ishlayapsiz. Og'ir mahallalar bo'yicha. Mahalla nimaga kiradi? Aholi punktiga. Katta mahallaga yana qanaqa aholi punkti? Mahallaga qishloq Aholi. qishloq aholi punkti. To 5 ta 6 ta yashab, Qishloq. xalqlar kiradi bitta mahalla bo'yicha. Shunday. Bo'ldi. Ikkitasini aytdingiz. Qishloq, mahalla, Mahalla, tuman, mana shu nimalar? tuman ichida mahallalar, Bu mahallalar bor yana. shaharlar, shaharchalar, Bu shaharchalar. Keyingisi Eng savol. o'tib boshlaysiz. nogironligi yoki surunkali kasalliklari bo'lgan shaxslarga subsidiya olishda qo'shimcha ball taqdim etiladimi? Ijtimoiy himoya qatlamiga mansub aholiga subsidiya ajratilishida ularga alohida ball beriladi, 5 ballgacha. Şimdi savol bermoqchiman. Subsidiya nimani anglatadi? Subsidiya o'sha ijtimoiy qatlamdagi aholiga davlat tomonidan o'sha ipoteka, uy-joy ipotekalarini olishda boshlang'ich to'lovni qoplab berish uchun davlat tomonidan beriladigan moddiy yordam. Endi joy subsidiyasi nima? Subsidiya. Umumiy tarifi. Umumiy subsidiyani umumiy tarifi subsidiya bu shu davlat tomonidan qaytarib berilmaslik sharti bilan ko'rsatiladigan moddiy yordam. Keyingisi katta shaharcha bo'lishi uchun aholi soni qancha bo'lishi kerak? Katta shaharcha bo'lishi uchun aholi soni qancha bo'lishi kerak? Kichik shahar. Kichik shahar bor, shahar bor, katta shahar. Samarqandda nechta katta shahar bor? Samarqandda bitta menimcha. Samarqand shahrini yo'q. Katta shahar. Qog'oz.
Kattaqo'rg'on shaharcha. Kattaqo'rg'on ham shahar. Qancha bo'lishi kerak ekan? Katta shahar. 1 milliongacha aholisi bo'lgan, 1 milliongacha bo'lgani katta shahar. milliondan oshgani milliongacha katta shaharcha, milliondan oshgani Biz Samarqand shahrini hozir 1 milliondan oshdi. Ichini tumanlarga bo'lib tashlamoqchi bo'lamiz kerak. Tadbirdagi qarang, siz savol. Biz nafaqat yo'nalish bo'yicha talabgorni dunyoqarashini ham sinab ko'rishimiz kerak. shunday. Dunyoqarash bo'yicha deganda ham bal qo'yishimiz kerak. Mantiqiy fikrlashingizni dunyoqarashingiz bo'yicha siyosiy savol beraman. Kuni kecha davlatimiz rahbari qaysi soha vakillari bilan uchrashib, ularning munosib harakatlanmalari uchun taqdirlandi. Davlat mukofoti. Yaqinda san'at va madaniyat xodimlari bilan uchrashuv bo'ldi. Shunda ular taqdirladi. Undan keyin yaqin 2 kun, 3 kun ichidagini aytyapsizmi, sal oldinroqmi? Siz to'g'ri javob berdingiz. San'at va madaniyat Fan va madaniyat. San'at, fan va madaniyat xodimlari uchrashib harakatlar nimalari uchun taqdirlandi. Bu javob. Magar boshqa ketasiz. Yaxshi. Keyingi savol. Budjet ijrosi degani nimani tushunasiz? budjet ijrosi o'sha davlatga soliq tushumlari orqali tushadigan mablag'larda to'g'ri taqsimlanishi. Masalan, sohalar kesimida to'g'ri yo'naltirilishi. Harakatlar strategiyasi degani nimani tushunasiz? Harakatlar strategiyasi o'sha har necha yilda o'sha davlatimiz rahbari tomonidan o'sha harakatlar strategiyasi yoki taraqqiyot 2030 strategiyasi degan ustuvor vazifalar o'sha kelajakda qilinishi kerak bo'lgan ishlar yuzasidan qilinadigan bo'ladi. Rejalarni umumiy yo'q, Yana savol eding. yo'q. Katta rahmat. Randomni bosib savollarni tanlab, keyin tayyorlanib o'qiymiz. Songacha obyektivni Ha, bu. O'qiraymi savollar? Ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyaga kelib tushgan arizalar komissiyasi a'zosi bo'lgan mas'ul tashkilotlar tomonidan qay tartibda ko'rib chiqiladi? Bu hozir elektron tartibda hamma tashkilot, masalan, ariza yuborganda birinchi o'rinda adliyaga kelib tushadi, adliyadan keyin soliq boshqarmasiga ish haqini ko'rish bo'yicha, undan keyin kadastr agentligiga, hammasi xullas qisqa qilib aytganda elektron tartibda ko'rib chiqiladi, elektron bazasi orqali. Ikkinchi savol, subsidiya asosida ajratilgan ipoteka kreditlarida qarz oluvchi tomonidan o'z mablag'i hisobidan eng kam necha foiz mablag' shakllantirish kerak? Bu
Bunda Vazirlar Mahkamasining qaroriga 182 sonli qaroriga asosan 15% miqdorda boshlang'ich to'lov shakllantirish kerak. Boshlangich badalni yoki uy turar joyning umumiy summasi. Umumiy summasidan kelib chiqib, umumiy summasidan Boshlang'ich badalni. yo'q, boshlang'ich badalda emas. Masalan, umumiy summadan kelib chiqib, davlat tomonidan subsidiya ajratilgan taqdirda 30 million so'm ajratilsa, undan Gapiravering siz, gapiravering. 15% ajratiladi. Keyingi savol, bosh rejalar necha yilga mo'ljallangan holda ishlab chiqiladi? Bosh rejalar 20-25 yilga mo'ljallab ishlab chiqariladi. Fuqaro ipoteka krediti bo'yicha subsidiya olish uchun arizani qanday tartibda topshiradi? Fuqarolar ipoteka kreditini subsidiya olish bo'yicha elektron tartibda, ya'ni o'zining elektron Maygo hamda o'sha tumandagi yoki respublika bo'yicha yagona davlat xizmatlari markazi orqali topshiradi. Subsidiya nimani anglatadi? Subsidiya bu jamiyatning muayyan qatlamiga belgilangan qaytarib berilmas sharti bilan beriladigan summa, ya'ni pul mablag'lari ajratiladi. Hozir pulda ishlayapsizmi? Yo'q, men oxirgi ish joyim Toshkent viloyat Olmaliq shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining hududlarda iqtisodiy kompleks rivojlantirish bo'yicha birinchi o'rinbosari bo'lib ishlaganman. Oilaviy sharoitim tufayli, ya'ni yosh bola, kichkina o'g'lim ob-havoga nima qilmaganim uchun kelganman. Hozir vaqtincha ishdingizmi? Vaqtincha ishsizman. Tushunarsiz? Gapiravering. Bosh rejani, Shu yo'nalish bo'yicha bo'lib boshqaradi. bosh reja bilan master rejani farqi nima? Bosh reja degani umumiy Gapiravering, o'zi zvukni ko'ryapman. bosh reja degani umumiy shahar bo'yicha keng ko'lamli, ya'ni 20-25 yilga aniq bir shahar uchun tuzib beriladigan game plan, ya'ni bosh reja deyiladi. Siz master reja deganingiz shahar ichidagi shaharchalar, ya'ni dahalar. Mana hozirgi kunda yangi O'zbekiston massivlari qurilyapti. Masalan, ular uchun ham master rejalar yoki davlatimiz rahbari tomonidan hozir ko'p imtiyozlar berilyapti. Masalan, driver loyihalari. Ya'ni o'sha hududning daha ichidagi daha. Masalan, Samarqand shaharida Samarqand viloyati bo'yicha misol qilib oladigan bo'lsak, Sartepa maskani bor. U bo'yicha отдельно master reja deydi. Lekin game plan bu umumiy Samarqand shahar uchun ishlanadigan reja. Ozgina chiqadi. Ko'p gap. Fazoviy rejalashtirish jarayoni. Fazoviy reja nima o'zi? Fazoviy Rejalashtirish. rejalashtirish. Master rejani aytdik. Bosh rejani aytdik. Shular bilan birgalikda shu fazoviy rejalashtirish degan narsa bor. Bu ozgina e'tilosda farq qiladi. Master reja bu hududning uzoq muddatda rivojlantirish dasturini anglatuvchi yo'nalishlarda ishlab chiqish va belgilab berish. Hudud. Endi shunday yo'nalishda fazoviy rejalashtirish. Bu hozir mana yo'lda nechta shahar bilan bo'lsa agar shulardan 15tasiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Samarqand viloyati tushgan. Samarqand kecha har hafta shu rejalashtirish bo'yicha ishlayapti. Ispaniyalik shartnoma qilganda shu bo'yicha nima deysiz? Fazoviy reja nima? Qisqacha ikki varaqli o'zi besh varaqli narsa. Ikki varaqli strategik bir unsi bor. GIS degan narsani tushungan ishlayapmisiz? GIS. Ikki GIS deydi.
To'g'risi bu bo'yicha hozir Geographic Information System. endi hozir fazoviy degan bo'yicha tushuncham bo'yicha bu o'sha e, joylashuv bo'yicha joylashuv bo'yicha o'sha master reja, masalan, master rejani nimalarni aytyapmiz, fazoviy o'sha yaqinligi bo'yicha tushunadigan bo'lsak, joylashuv joyi bo'yicha tuziladigan reja, ya'ni kengaytirilib ertaga kelajak, masalan, hozir 2030 yilgacha strategiyamiz belgilab berilgan hurmatli yurtboshimiz tomonidan-da. Fazoviy degani o'sha shahar hududini yanada kengaytirish bo'lishi mumkin endi. Boshqa shuni keldingiz yana chetga chiqdingiz. Boshqa savol? Bor savol. Hozir aytdingiz o'zingiz harakatlar strategiyasi bilan yilgacha 60%gacha chiqarish kerak. strategiya degani nima ekan? Strategiya degani o'sha masalan Ta'rifini bilasizmi strategiyani? точный tarixi yo'q, uni Mazmunini o'zingiz fikringizni ayting. Nima degani strategiya degani nima tushunasiz? strategiya degani rivojlanib borish yildan yilga. Masalan, oddiy hozir topshirgan yo'nalishim bo'yicha urbanizatsiya, davlat xususiy sherikchiligi, ipoteka deb nima qilyapmiz, bu yo'nalish bo'yicha o'zi urbanizatsiya yo'nalishi bo'yicha bu aholini shaharga moslashtirish, shaharlashtirish o'zi. O'sha o'sib borish strategiya degani yildan yilga o'sib borish. degan. Hududlarni iqtisodiy kompleks rivojlantirish deganni tushunasiz. Hududlarni kompleks iqtisodiy rivojlantirish deganda hudud o'zi iqtisodiy o'zi kompleks jamlab olish. Iqtisodiy ko'rsatkichimiz bo'yicha o'zi makro iqtisodiy ko'rsatkichimiz bor. Viloyat miqyosida oladigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotimiz bor. Hozirgi kunda keng e'tibor beriladigan investitsiya dasturlarimiz bor. Masalan, xorijiy investorlarni jalb qilib, investitsiyani ko'paytirish. Bu bilan yangi ish o'rinlari yaratish birinchi o'rin maqsadimiz. Shu Olmaliq shahri ko'proq qaysi iqtisodiy Sanoatga. Asosiy driveri Sanoat, chunki Olmaliqon metallurgiya kombinati bu bilan barobar Amofos Maxam aksiyadorlik jamiyati. Olmaliq shaharlar Olmaliq shaharlari Shaharga kiradi, chunki 100 mingdan 250 minggacha aholi soni jihatdan emas. Rada образующий yo'nalishi ishlab chiqarish sanoat zonasi, prom zona. bitta katta ishlab chiqarish klasteriga bog'langan shaharmi? Shunday. Chunki hozirgi kunda o'zida 38 ming aholini 2026 yil 1-aprel holatiga Olmaliq shahar aholisi 156 ming bo'ldi. Shundan bitta oddiy Olmaliqon metallurgiya kombinatining o'zi 35 ming aholini. Bundan tashqari Amofos Maxam 5 ming aholini ish bilan ta'minlayapti. Bundan tashqari kiritib kelayotgan investitsiyalar dasturlar doirasida bugungi kunda Buyuk Ipak yo'li industrial texnoparkini ishga tushadi. U ham 12 ming kishi aholini. U endi 2028-yilga mo'ljallangan ishga tushishi. Aholi faqatgina 3 ta ishlab chiqarishga bog'langan va uni ostidagi обслуживающий yo'nalishlarga bog'langan. Shunday. U bilan градообразующий предприятиялар bo'lsa 3 tasi. Shunday. Böyle javobdan shaxsiy Yo'q. Hikmatovich, Shoh aka, bitta gapiring-da. Labba eshitdim. Yaxshimisiz? Bir, ikki Suhbat
Fazla ismi. Shunday. Nimani kechyapsiz Rahmat? Сокращение bo'ldik-ku. O'qigancha. Yo, bo'ldik-da, 9-kun ishdan bo'shatadi avtonom. Kim? 30-kun. Alloh tashkil berdi. Ha, bergan. Mayda boshida beribdi. Qanday sog'liq? Qaysini? Shunimi? Savol. Boshlab javob. Aholi punkti nima degan savol ekan. Birinchi savolimiz bu aholi punkti bu aholi istiqomat qiladigan joylar, qishloqlar, ovullar tushuniladi. Bunga asosan kiradi. Mayda shaharlar hammasi kiradi, ko'p qavatli nimalar hammasi. Endi qoidasini to'liq bilmayman. Shaharlarning funksiyalarini aniqlashda qanday mezon asos qilib olinadi degan savol ekan. Menimcha shu bilmadim. Davlat dasturlari doirasida ajratiladigan ipoteka krediti oluvchi talabgor necha yoshdan oshmagan bo'lishi lozim? Bunda davlat dasturi doirasida ajratiladigan ipoteka krediti bo'lsa 18 yoshdan necha yoshgacha? 60 yoshgacha shunday aytdi. 8 yoshliga ham beriladimi? Yo'q, 18 yosh masala. Oxirgi Endi- chegarasini ayting bizga. Boshlanishi emasmi? Boshlash kerak emas. Oxirgi chegarasimi? 50 yoshmi, 40 yoshmi shunday bo'lsa kerak. Oxirgi olaylik. 50 yosh deylik, bilmadim. Keyingisiga 4-chisimi, tadbirkorlar tijorat banklaridan ipoteka kreditlari uchun eng yuqori qancha muddatga imtiyozli davr olishi mumkin? Tadbirkor tijorat banklaridan ipoteka kreditlari uchun eng yuqori tadbirkorlar emas, talabgorlar. uzr. Ortiqcha o'qiramizda shu. Hayajon bor. Talabgorlar. Talabgorlar tijorat banklaridan. Eng yuqori qancha muddatga? Bu 25-30 yilga bo'lsa kerak menimcha. Imtiyoz. Imtiyoz, men общий kredit deyapman. 5 yilgacha bo'lsa kerak. Pastroq endi qiling, pastlik sonini qo'yib. Ekranni qo'lingizga Qo'l ekran. Ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyaga kelib tushgan arizalar birinchi navbatda qaysi mas'ul tashkilot tomonidan baholanadi? Tushgan arizalar. Fazliddin, Eshitaman. o'zi tushundingiz-a? Aha. Shuning uchun yaxshilab tayyorlamoqchi. Tamam. Faqat bilmayman. Yo'q, nima savol berasiz? Mayli, charcham. Xo'p. E'tirozim yo'qmi? Yo'q, e'tirozim. Tushunmayman. Zarf konuşayım. Ali eksperiyor mu? Nedir? Referandum savunma arasında saklanması Var. Dolayısıyla statüsü olan Boshlayvering aka, boshlang. Tebriklari sifat nazorat qanday tizimda tashkil qilinadi?
O'zbekka muhtoj fuqarolarni ijtimoiy mezonlar mavjud. Qadrlash rejasi holatlari savollar javobi Birganizga javob bering. Agar fuqarolarni aniqlash. Oxirgisini bilsangiz kerak. Beshinchisini. Aholi punktimi? Aholi punkti shu qishloq. Olamiz. savolga javob berasizmi? Yo'q. Savol javoblar. Javob. Qarang, aholi punkti nima? Men savol. Mhm. Aholi punkti nima? Aholi punkti shu qishloq. Aholi yashaydigan hudud. Ularniklarda qishloq aholi. Qishloq. Qarab, mahalla. Mahalla fuqarolar yig'ini shu Shahar. shaharchalar, posyolka. Shahar. Kichik va o'rta katta shaharlar. Yo'q, e'tiroz yo'q. Rahmat. Shu yerda haqli savollar javob qo'yish, ularni bir qancha yo'nalishda qilib. İşte bu savollar ikkitami, uchta normativmi? Uchta normativ Yaqinroq kelib gaplashsin deb o'ylab yaxshi bo'lmayapti. Bugungi suhbatimizga 20 ta nomzod kelishi kerak edi. Shundan 5 ta nomzod qatnashdi, 15 ta nomzod qatnashmadi. Shu yerda suhbatimizni yakunlaymiz. Birazlar yo'q. Bular endi